Restoran ham ochganmisizlar? Restoran ochgan. Va kamasga sot. Xo'p. O'shaning uchun ikkalasini yeysiz deyshadi. Nima deymiz endi? Telefon bo'lmaydi, bilasiz. Uni xo'jayini bor. Qizingiz bo'lganmi mashhurlar orasidan? Kim edi u? Qazimi bu? Qazi bilan shokolad. Kam oshpaz. Bir gruppalar bo'lishi mumkin. Hey, hammaga salom. Bu Rost Gap shousi va yana siz bilan birgamiz. Bugungi mehmonimiz kim deb o'ylayotgandirsiz? Bugungi mehmonimiz super yulduz desa ham bo'ladi va ular bilan bugun biz ba'zi tabiiy savollar, ba'zi ilmoqli savollar bilan ssenariysiz, filtrlarsiz gaplashamiz. Kutib oling. Mo'min Live loyihasida mashhur bo'lgan Mo'min aka. Assalomu alaykum. Hayotda qanday? Zo'r. Tayyormisiz? Hozir zo'r, agar tushirib yubormaysiz. Bo'ldi. Yeyishga ham tayyor kelgan bo'lsangiz bo'ldi. Chunki o'zgacha kombinatsiyani tayyorlab qo'yganmiz. Men tayyorlanib keldim bu ko'rsatuvga. Ruhan. Lekin hech oshqozon tayyorlab kelamadim. Ko'ramiz, xudo xolisa. Okay, unda boshladik. Qani, ketdik. Boshladik. Let's go. Okay, bugungi suhbatimiz go'shtli bo'ladi degan umiddaman. Stolda ham noz-ne'matlar, go'sht mahsulotlari. Mo'min aka, xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyat zo'r. Agar hozir tushmasa, xudo xolisa. Ovqatlanib keldingizmi, och qoringa tayyorlanib keldingizmi? Och qorin kelmanda. Aslida och qorin kelman, lekin qani ko'ramiz-da. Hech qisi yo'q, sahna ortida bizda shifokorlar ham tayyor turibdi, mabodosiga, ko'ngil aynishga qarshi boshqasi. Men tajribaga-ku ega bo'lib ketdim. O'tgan ko'rsatuvdan keyin qarab sekin o'rganib olsa, shunday. Masalan, mana bu bilan buni yeya olmayman-da, to'g'rimi? Shu tarkadagini yeyman-da, to'g'rimi? Mana shu kombinatsiyalar, misol uchun qizil ikra bilan o'sha deylik dudlangan kolbasa. Oldingizda nima? Karamelli shokoladmi? Karamelli shokolad bo'lishi kerak. Mana shokolad bilan qazimi bu? Qazi bilan shokolad. Men kam oshpaz. Kimdir yeydi, lekin men uni qiladigan emasman. Endi lekin boshlashdan oldin bir chekkadan birinchi suhbat quramiz. Durustdan hozir endi savollarga o'tib ketmaymiz. O'zimizdan savollar bor. Siz ayta olasizmi, shu ba'zida aktiv uchun, layklar uchun qanaqadir taqiqlangan usullar deydi-yu, priyomlar deydi-yu. O'shalarga ham borasizmi baribir va qanday usullar? Aktiv uchun qo'limdan kelgan hamma ish qilaman. Yomon ishlar emas. Chegarasi bor, prinsiplar bor. Prinsiplar bor. Endi nima deydi? O'zimizdan ustimizdan o'zimiz ko'rib nima qilamiz? Xo'p, ana endi og'irroq, qabihroq savollarga o'tamiz. Media sohasi bilan bog'liq, shu sanoat bilan bog'liq, blogerlar bilan bog'liq, u ham bo'lsa, mediamiz, o'zbek mediasidagi kim bilasiz, shaxsiy sabablarga ko'ra hamkorlik qilishni hech qachon xohlamagan bo'lardingiz, u odam kim va nega? Mana shu sizga savol. Bizni bitta kolbasidan shu savol ajratib turibdi. Kimligini aytishim kerak, hozir gap aylantirishi. Yo'q, bo'lmaydi, Misol uchun, qaysidir shaxsni ayta olmayman. Mana shu odamni. Endi o'rtada tortishuvlar bo'lgan ish yuzasidan boshqadan, xulosa qiladigan bo'lsam, menda ham ayb bo'lgan, unda ham ayb bo'lgan. Ya'ni tengda, tarozi pallasi hozir teng, chosmi? To'g'ri. Aytsangiz xuddiki taroz pallasi biziladigandek. Shunaqa. Lekin uni tan olib aytasiz-ku, mana teng bo'lgan holatda ham aytaman, mana shu sabablarga ko'ra baribir ishlamasdim. Lekin ularni ham tushunaman men bilan ishlamasligini. Bu ikki taraflama desangiz, menimcha silliq bo'ladi deb o'ylayman. Men ham yesam, unga ham olib borsak bo'ladi. Yo'q, kimdir kelmayapti, gap ochiqni aytadi. Yo'q, mayli, ismini aytmasangiz ham, mayli, odatda bunaqa skidkalar qilmasdik. Lekin men ismini aytmasangiz ham, holatda nima, qanaqa bo'lgan detallarini ayting, shunga qarab qabul qilishim mumkin javob. Qarang, hamma bilan yaxshimisiz ham yo'qmi? Mittimi bilan katta kollaboratsiya bo'lgan. Ne yana qilmadinglar? Nimadir bo'ldimi? U charchadinglarmi bitta production juda og'ir ketish, shunchalik og'ir bo'ldiki, bo'ldi, boshqa ishlaringizda ordinglarmi? Yo'q, mana misol sizga qarang. Ular bilan qilamiz, davomini qilamiz deymiz. Ular har doim bizda. Biz ham har doim bizda. Ularning vaqti bo'lgan, bizaniki bo'lmaydi. Chosmi bizani aybimiz, to'g'rimi? Vaqtimiz bo'lmasligi. Bizani vaqtimiz bo'lgan, ularniki bo'lmaydi. Lekin ko'rishganimizda, qalaysiz, yaxshimisiz? Nima qilamiz? Ko'rishishdi, bu ketaveradi. Bo'ldi, mana shunaqa narsa. Xo'p, yeyman menimcha bunisida. Chunki hamma yaxshi ko'raman, hamma bilan yaxshimiz. Sovchilik tushmasin. Yeb turavering.
hali hisoblashamiz. hech qachon bunaqa g'ildirak aylantirishda qo'lim bormi bo'lmagan. Har doim azartda aylantirardim. Ana. Menimcha hamma aylantirishlarni qo'lingiz bormay aylantiradi. Yo'q, men aylantirsam mazza aylantiraman. Chunki yemayman-da. Voy, bu aylanadimi? Shunaqa telefoningizni ehtiyot qiling. Oldingizga keldi. Mana krem. Ha, mana shu tort kremi bilan vetchina. Bemalol vilka, sanchiqi bilan hech shirinlikni tinchmagan. Yemaganman. salfetka bor, suv bor, tayyor. Hammasini yeyman. Yo'q, mashina o'zi. Ya'ni ana tortda krem bilmasdan ketadi. Vetchina ko'plik ko'pagani ko'proq surishimiz kerak-da. Mayli endi. Yo'q, yaxshi. Million jamoasi. Ana. Million jamoasi bilan albatta o'zingiz mana aytdingiz, baribir ijodda bo'ladi, kelishmovchiliklar, qanaqadir janjalli bo'ladi. Million jamoasi a'zolari bilan qanaqadir o'sha skandallar, qanaqadir janjalli bo'lgan va u qanday bo'lgan, nimani ustida va oxiri nima bilan tugadi keyin. Mana shu bitta katta sagani, bitta katta bir voqeani aytib bersangiz. Boshi, o'rtasi va oxiri. O'z million tarixida o'zi bitta katta janjal bo'lgan, u hammaning xabari bor. Lekin u janjalda biz bo'lmaganmiz. Hamma yosh. Masalan, million o'sha tarqaldigandan keyin ikkiga bo'lingandan keyin u payt biza o'sha komanda a'zosi bo'lib yurardik. Lekin bilasizmi, direktorlarni qatlami bor, misol uchun. Ya'ni o'zimizda katta aktyorlar, bosh roldagilar bor, epizoddagilar bor va masofkadagilar bor. Biz masofkada yurganmiz. Bu yerda narsani biz bilmasdik. Tushundim. Endi biz hozir bosh roldamiz. Jimli, hech kim hech qanday narsa chiqarmaymiz, zerikamiz. Lekin bunaqa argument aytishim mumkin. Hozir million jamoasida kuchli figuralar yig'ilgan baribir. O'zbek xalqini ajoyib maqola bor. Bir qozonda ikkita kalla qaynamaydi degani. Ya'ni hammani egosi bor. Bu tabiiy narsa. Hamma katta o'sha musiqiy gruppalar ham nimaga tarqaladi? Chunki hammasi o'zini nomiga, o'zini statusiga ega bo'lgandan keyin ular bitta joyda yashay olmay qoladi. Bitta qozonda qaynay olmay qoladi. Ya'ni uchun shu sababdan ham ishona olmayapman-da, tushunasizmi javobingizga? Men argumentimni tushuntira oldimmi? Ha, tushundim. O'sha tomondan-da bo'lishi mumkin emas-da. Unchalik bizda mamlakat narsa bo'lishi mumkin. Xo'p, men ma'rufga aytaman. Ma'ruf bilan biz qaysi momentda bo'lamiz, repetitsiya paytlarida endi yoshmiz-ku, hamma yoshlik boshqada, hamma bir-biri bilan yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Repetitsiya payti, ya'ni o'sha avtorskiy sostav yig'ilganda ideya yozadigan payt. Va shunaqa period bor, o'sha bir oy qolganda sahnaga chiqib repetitsiya qilinadi u narsa. Va sahnaga chiqqanda o'sha nima desam bo'ladi? Ma'ruf bilan, короче, aniqlay boshlanadi. Rol talashga boshlanadi. Qaysi replika talash. Ya'ni egolar boshlanadi, egoistlik boshlanadi, hamma o'zini o'ylash. Mana shunaqa narsa boshlanadi. U shirin davom etadi. Shirin davom etadi to konsertga 10 kun qolmagungacha. 10 kun qolmagungacha davom etadi. 10 kundan keyin men o'ynayman boshlanadi o'sha. Unda ham, menda ham. Keyin bo'ldi o'sha biza endi bizani shu tortishimiz. Mushtlashuv bo'lmaydi. Yo'q. Faqat misol uchun qanaqa hal qilasizlar? Misol uchun bir xilla endi donozga qilib o'tirmasligini kerak. Arm wrestling qilasizlarmi? Nima bilan bo'ldi mana ikkala tomon ham haq. Menga deyapti. Tam do'rniki kelib tak arm wrestling qillaring yoki da ma'muni qillaring o'shaniki deb bo'ladi. O'zinglar kelishasan, nima bo'ladi? Eng zo'r tomoni kim o'xshata olsa o'sha o'ynaydi. Kim hal qiladi uni? Jamoa, umumiy. Jamoa. Endi bu odamning haqiqatan vijdoniga bog'liq, to'g'risi. O'ynaymiz biz rolni. U ham o'ynab ko'radi, men ham o'ynab ko'raman. Bilinadi o'zi. Bilinadi. Tan olish ham kerak, bo'ldi, gap yo'q. O'sha narsa vijdonga bog'liq. Gap yo'q, senda yaxshi. Shunaqa narsa bo'pti. Menda bo'ladi, ko'pincha bo'ladi. Tan olganmiz, bo'lganmi holatlar? Chunki uni obraziga tushadigan narsani men nima desam bo'ladi, menga tushmaydi-da, men o'ynay olmayman.
Saniki keyin iplos ol o'yna deyman keyin. Ana. O'sha iplos ichida hamma narsa ketadi. Okey. Hamma narsa ketdi. Men javobni qabul qilishga majburman, bo'lmasam hozir izohlarda meni tamal toshlar bilan tutashishadi. Tamal toshlar bilan. Tosh bilan toshbo'ron qilishadi, xullas. Toshbo'ron qiladi. Ha, men maqolani tashtirib yubordim. Mayli, unda mo'minaga o'zingiz aylantiramiz. Ha? Mana mana. Jostga aylantirish mumkin. Qani nima tushar ekan endi? Holva, soya, olcha. Faqat mumkatakli asal. Bormi mumkatakli asal bizda? Mumkatak nima o'zi? Mana topildi. Mana. Faqat ana o'zim sizga chiroyli qilib. Yo'q, aylantirib yuboraymi? Yo'q. Bo'ldi, desa. Ofitsiantlik qilsam. Marhamat. Mana bu savoling uchun. Ha. Keyin tasavvurlasdi. Birinchi chiroyli qilib qo'ydim. Voy, shima. Keyingi safar ko'chada ish bilan kimlardir tanishib, ismingiz nima desa, asal desa, miyalarim o'tmishga o'tib yuborib meni, travmalarimni eslab. Ha? Bir nimalar bo'lyapti-da. Real, balkim yaxshidir. Unchamas. Unchamasan? Zarb etmadimmi? Yo'q. U eng yomoni chaynash emas, yutish. Menda ham tort yutgan yomon. Sen bo'lib qorin ochib, bankaga hech narsa yo'q ichida. O'shan hisobiga. Dilinteres. Asal bilanmi? Ha. Gap odamlar o'z xohishi. Ishtagan ochib olsa, ishga yegadi. Mana. Bo'l, yopadi tutayman. Shuni. Yo'q, real. Voy, bu realni xato ekan. Men travma oldim. U yog'iga Asal ismli qizlar bilan, Vetchina Royal ismli qizlar bilan gaplasha olmayman endi. Bo'ldi. Yo'qollari asallar. Siz anchadan beri ijod qilasiz. Lekin oxirgi yillarda o'shani top deydimi, super yulduz deydimi, o'sha darajaga oxirgi 3 yilda adashmasam chiqildi. Mana shu birdan mashhurlikka erishganingizda siz bilan gaplashmay qo'yganlar bormi? Ular kim? Jiyanmi ular? Amakingiz o'g'limi? Do'stingizmi, yaqin do'stingiz bo'lganmi? Ya'ni shunchalik siz mashhur bo'lib ketgansizki, ko'tara olmagan. Bo'ldi. Hasad shunchalik bo'lganda bu gaplasha olmaydi. Bo'ldi, biz bilan orani uzib yuborgan. Aloqada ham emas. Menda bitta kursdoshim bo'lgan. Ko'ra olmaydi. Men o'ziga ham aytganman. Hozir oramiz ochilib ketgan. Endi hozir hazil tariqasida deb aytganman. Ko'ra olmasligi hisobidan ham qamab qo'ysa-chi. Yo'q, nega endi axir qonunlar bor. Sizni shunchaki yomon ko'rgani yoki hasad qilgani uchun qamab qo'ya olmaydi. Organ ishlasalar ham. Odamlar olimni o'tganlardan keyin qiyinchilik o'shanda boshlangan endi bizda ham. Nechinchi yillar? 2014-yil. 2014-yil. O'shanda o'tman sizga aytaman, o'sha zo'r TVda ishlab yurgan paytimizda Beruniyga peshkom qatnab yurardim. Endi ana o'zimni bechora ko'rsatish maqsadida aytmayman, prosta shunaqa holatga tushganmizki, bu narsa hammani boshida bor, bunaqa qiyinchilik, bunaqa lesnitsalar hammani hayotidan o'tadi, chiqib borasiz siz. Ana o'sha paytda o'sha lesnitsadan kimdir sizga chiqarishga yordam beradi, kimdir pastroqga tushiradi. O'sha paytlarda bitta og'aynim bo'lardi. Yaqin do'stingizmi-da? Da, yaqin. Endi qanchalik to'g'ri aytib berishim bilmadim. Boshlab qo'ydingiz endi. O'zi bu narsalarni yomon ko'raman. O'zi biroq orqasidan gapirish, orqasidan gapirmayman. O'tmishni kovlash yoki bo'lishi mumkin. Niyat yo'q, endi ko'rsatuv uchun va mayli mana shu muxlislar qiziqar ekan, mana shu qora xabarlarga. Shu jihatda aytishim mumkin. Endi ko'ra olmaslik bo'lgan, to'g'risini aytaman, ko'ra olmaslik bo'lganki, nima desam bo'ladi? Eng qizig'i meni oxir kunimda turgan. Men shu tomonlarni hurmat qilaman. Yaxshi ko'raman shu tomonlarni. Vot, o'sha turgan meni oxir kunimgacha ham turgan. Demak, eng qizig'i oxir kuningiz yoningizda bo'lgan, lekin bunaqa muvaffaqiyatga erishib, mashhurlikka erishgan paytingizda uni ko'ra olmaganman. Yo'q. Ana o'sha narsani yo mendami ayb, mana shu savol shu kungacha meni savol qiynaydi. Men endi kibrlanishni o'zim yomon ko'raman. To'g'risi, masalan, shunaqa holat bo'lganki, men shunaqa deb aytaman, hozir va sizga savol tashlayman. Hech qanaqa urush janjal bo'lmagan o'rtamizda.
Tushunasizmi? Hech qanaqa janjal bo'lmagan. To'pa gaplashib ketganmiz. Endi savol, men uni aytaman, meni ko'ra olmayapti deyman. Tushunasizmi? U meni kibriga berilib ketdi deb o'ylash mumkinmi? Ha, albatta. 100%. Endi qarang. Men xabar olishga telefon qilaman. Qilasizmi? Qilaman. U ham qiladi. Misol uchun. Lekin yomon ko'ramiz bir-birimizni. Shunaqa. Endi meni fikrimcha, sizlar shunchaki har xil ijtimoiy bir guruh deymi darajalarda qolib ketgansizlar, bu bir-birlarni har xil o'rin bo'lib ketgan. Ular pastda ham demayman, balki ular umuman boshqa sohada, siz boshqa bir-birlarga umuman o'zi orada sizlar birlashib turadigan vibe qolmagan bo'lishi mumkin. Siz ishonib aytgan gapingizni o'sha boshqadan eshitsangiz, menimcha nerealniy darajada sir. Nerealniy darajada sir. Mana boshqa birovdan u aytganini bilsangiz, ana u yomon narsa, u narsa orqali haqiqatan katta janjal bo'lib sudlargacha borildi. Mana shu joyda. Yaxshigina detallarni ochib berdingiz. O'shaning uchun men javobni qabul qilaman. Davay, qaysi birdan yeysiz endi? Qani ko'ramiz endi. Mana shunaqa qilib aylantirib nimasida. Bo'ldi. Wasabimi? Wasabi bo'lsa okey, mayli. Wasabi okey. U oldin turgan ekan. Nima deysiz? Rozimisiz? Bosing. Yoqimli ishtaqa. Bugun bayram bo'layotganda endi. Bu zo'r sachtaniydi. Bu zo'r sachtaniydi. Bizda shunaqa ma'lumot bor. Siz balki intervyuda aytgandirsiz. Bizga ko'proq detallar kerak. 3 ta biznes ochib, uchalasi ham kasod bo'lgan ekan. Qanaqa bizneslar edi va nima sababdan kasod bo'lgan? Shuni qisqa lo'nda qilib bizga shuni kartalarni yoyib aytib bersangiz. Xo'p, bizneslarni aytishim mumkinman. Magazin o'sha payt. Ikkinchisi u reklama agentstvi ochganman. Redmond degan. Keyin restoran. Restoran ham ochganmisiz? Restoran ochgan. Va kamasga sotib. Yo'q, endi bu tajriba, hayotiy tajriba. Restoran ochganmisiz? Nechinchi yil? Ochganman. U bilaman. Karantin payti. Tavakkalla qarang. Yomon loppa-lop boraman dedi. Nima oshxona edi? Qanaqa segment? Turetskiy oshxona. Turetskiy o'z mazali. Keyin, короче, arenda bo'lganda, biling. Ko'tarib qo'yganmi-ki? Bu ham eng birinchi anaqa-yu tuzoq deydimi, hamma shaqqa borib uriladi. Okey, men javobni qabul qilaman va buni oldindan aytdingiz. Bular hammasi hayotiy tajriba ekan. Qabul qilaman. Okey, ishga tajribalar bor. Shunday. Aylantiring endi g'ildirakimni. Yeymiz endi. Birdaniga ikkita yeb qo'ysangiz ham bo'ladi, misol uchun. Oldindan. Nisholdami? Ha. Yo'q, qani hozir? Yo'q. Payli rulet. O'rtasi turibdi, lekin. Ikkalasidan yesa bo'ladimi? Tanlasam bo'larmikan? Ikkalasini? Ko'rsatuvda bo'lmagan-ku bu, to'g'rimi? Shunday bo'lmagan. Ikkalasidan yarim-yarim olamiz. Endi bizni redaktorlarimiz biz boshlovchilarni juda ham yaxshi ko'rishadi. O'shaning uchun ikkalasini yeysiz deyshadi. Nima deymiz endi? Tandir go'sht shunisiga xursand bo'lamiz. Shunday, bu mana nisholda ekan. Nisholda tuxumda ichida bo'ladi. Sachdan yaxshi bo'ldi. Siz oshqozon o'rganib ketdingiz. Sizga yengil. Bu bizlarning oshqozonga yengillik bor, sizga yengil emasmi? Xo'p, ikkinchisi karamelli topping. Bu qotil kombinatsiya. Shu oldingizdagi mana shu bo'lishi kerak. Karamellimi? Marhamat qilsinlar. Bizda shunaqa ishlar bo'lyapti. Mana ko'rmasligi mumkin, chunki tandir go'sht ham qora rangda. Yo'q, bu payli rulet bu. Payli ruletni yaxshi ko'raman o'zi. Meni atidan bezdirishyapti hozir payli ruletda. Mana shigoratdan yaxshi. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Yaxshimi? Serios. Nega kelib ketdi? O yaxshi ekan-ku. Men kutmagandim. Lekin. Да, для интереса, man просто qiziqanim uchun. Yeah. Реально? Aslida bizdan qiynamoqchimi deylar yoki degustatsiya bo'lyapti buning. Reально zo'r.
Mana shu mediadagi kimlar bilan bir munosabatda, ishqiy munosabatlarda bo'lgansiz? Qizingiz bo'lganmi mashhurlar orasidan? Kim edi u? Degan mana shunaqa savol. Bizga ism sharif kerak. Mayli familiyasi bo'lmasa ham ismi. Username Instagram'ini. Ya, mana bunaqa narsa bo'lgan. Gaplashsam Aytib beru. Gaplashardim degan narsa bo'lgan. Gaplashardim degan narsa bo'lgan. Lekin bitta narsa aytaman. Men nima gaplashmaganman. Ya'ni kim show biznes ichidagilardan yo'q. Chunki bilasizmi, u ko'tara olmayman anaqa narsa. Sabab Rash degan narsa bo'ladi, tushunasizmi? Bu oymomoni oshiqlari ko'p bo'lsa, misol uchun oymomoni nima har bir kamyo boshog'i uni ham eplay olgan eplaydi. Xo'p, lekin aytasiz, lekin bo'ladi, misol uchun bo'lgan, qanaqadir qiziqish, havas bo'lgan. Simpatiyalar, misol uchun nima deydi? Lekin shu qiz bilan gaplashardim bo'lgan. Bo'lgan. Ayting kimligini. O'shanda qabul qilamiz. Sir bo'lib qo'ya qolsin. Dilimda bu, dilimda deng. Hozir. Nima dedi? Hozir telefonga chiqindi, bu yoqqa. Ya, lekin men shunaqa narsa bo'lgan. Er bo'lmaganda aytaman. Tushundim. Er bo'lmaganda yoki gaplashardim dedi. Tushunarli. Okay, unaqada bo'lgan, bunaqa narsa bo'lgan. Sizni qutqarib qoladigan bir narsa bor, u ham bo'lsa bu savolni topshiriqqa o'tkazib yuborishim mumkin. Ya'ni hozir yedirmayman, topshiriqqa o'tkazib yuboraman. Yo, yeysizmi? To'xtang. O'ylab ko'ring. Topshiriqqa o'tkazib yuboring. Topshiriqqa o'tkazamiz. Hozir Telegramingizga kirib poyskka yurakcha stikerini yozasiz desam, kimlarga yurak yuborganingiz chiqadi desam, Telegramga kirib kimlarni blok qilgansiz? Shu blokka qo'yilganlarning ro'yxatini bizga ko'rsatib berishingiz kerak bo'ladi. Vot. Men qilmaganman buni. Uylanmagansiz? Yo'q. Uylansangiz bilasiz-deng. Uylansangiz bilasiz. Telefoningiz bo'lmaydi. Telefoningiz bo'lmaydi, uylansangiz. Uni xo'jayini bor. Albatta. Uni xo'jayini bor. Telefoningizda xo'jayini bor, uylansangiz. O'shaning uchun? O'shaning uchun hurmatli cho'lning spesifikalar, tayyor turinglar deng. Meni kechiringlar. Bilmay qolgan bo'lishim mumkin. 13 ta odam bor ekan. Bu tanishlarning. Qanaqadir publiklar ham bo'lishi mumkin. Qanaqadir gruppalar bo'lishi mumkin. Yaxshi. No, to'g'ri qilgansiz-da blok qilib. To'xtang, bu qarang, mayli sizni o'zim oqlab tushuntirib ketaman. Endi hozir ekranda ko'radi odamlar. U qayerdan deyish mumkin? Bu narsa spam bo'ladi-da. To'ppa-to'g'ri. Bu spam bo'lib yoziladi-da, o'shanda blokka qo'yiladi. O'sha narsasi. Qarorchi, mana bunaqa narsalar bor-da. To'g'risi, eshitdiringlar. Hozir Telegram kanali chiqib ketgan, yoki botlar chiqib ketgan, birorta muzikani skachat qilishingiz uchun undan registratsiyadan o'tish uchun 4 tami, 5 tami kanalga a'zo bo'lish kerak bo'ladi. Ha. O'sha kanallardan bittasiga a'zo bo'lganman. Muzika bo'lib qolgansiz. Bo'lib qolgansiz. Bunga ham bir necha yillar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bilinmadi endi. Nima deyishi? Balki yaqinda. Yo'l shu mana shuda. Ajoyib. Okay, ajoyib. Ko'rdik. Xalq ham ko'rdi. Bo'ldi, zo'r gap. Yo'q, unaqa yomon narsalar yo'q. Demak, yana men yeydigan bo'ldimmi? Mayli. Aylantirib yubordilar. Oy, bolalar, mevali pyuresi. Shukurlar ham bormidi hali boshimda. Ko'rdim. Afsuski, ha. Mana ko'rishinglar mumkin, tomoshabinlar. Adolatli porsiya solindi. Menimcha, to'g'rimi? Yo'q, qanaqa? Yoqimsiz. Chidasa bo'ladi. Yoqimsizmi? Yo'q emas, mayli. Bir amalladik. Okay.
ana endi topshiriqqa o'tamiz. Bundan oldingi u savoldan topshiriqqa o'tib ketdi. Endi haqiqatan bitta topshiriq, u xohlasangiz, xohlamasangiz qabul qilishingiz kerak. Demak, hozir millionga, endi Do'rnikaga bilishim bo'yicha telefon qilib, Do'rnika bu men ketaman milliondan deb gromkida aytasiz, reaksiyalarni biz eshitamiz. Hazillik deb sразу aytmaysiz. Shu narsa mana shart. Necha sekunddan keyin aytishim kerak hazil. Hazilligini. 1 minut. 1 minutdan kam emas lekin. kerak dedi. Sразу hazil. Sразу aytishim kerak bo'ladi. Ya bu qiyin narsa-da. Chunki Ya. Bu topshiriqni bajarmaysiz. Oldin SMS yozdirib, aka hozir hazillashaman deb turib ham keyin ham qila olmayman-da, chorsi. Keyin ham qila olmayman. Albatta, bu sizni tanlovingiz, biz hurmat qilamiz. Demak, topshiriqdan bosh tortmoqda. Ya'ni, yo'q, qilmayman buni. Bu tanlovlari hozir men g'ildirangni aylantiraman bunda va hozir kombinatsiyani yeb beradilar endi. Million uchun. Million uchun. Jonim bor. Qani, hop, million bagini beradi. O'rtasiga turib qoldimi yana? Jalapeno bilan holvani o'rtasiga turdi. Ana qaytar dunyo. Nafaqat men ikkita yeyman. Redaktorimiz jim o'tiribdi. Jim indamaydi. Ikkalasini yesalar diniydi. Ko'rsatib yengilliklar ko'p botdi. Men o'zim aytaman endi. Men uchun yengillik jalapeno nima? Jalapeno mana bu oddiy o'zimizning garimdori. Ha, garimdormi? Yo'q, bilmayman. Bundan muammo yo'q. Oling qo'ldan qilib to'ramiz. Shu olimasiga. Xo'p. Bir tishlam yaxshigina. Qarang, alohida ikkala bitta narsa ekan-ku, mana ikkalasi to'g'ri. Bu ham asl tilla, bu ham asl tilla. Dudlangan turkiya kolbasalar. Mana bu? Bu vechina royal. Bu vechinadan, ya'ni shu mol go'shti dudlangan va yog'lari ham bor bu yerda. Xo'p, biz hozirga mayli endi aytamiz. Holva, jalapeno va kurka go'shtidan. O'char aytaman. Holva xato ekan, to'g'risi. Holva xato ekan. Holvani aralashtirish kerak emas edi. Holva xato ekan. Asabiylashtirib qo'yishdi. Voy, real xato ekan, mayli. Sigaret puli bor-ku. Mana shunaqa o'xshab ketdi. Mana shu kombinatsiyada shunaqa chiqib yotdimi? Ha, holva bilan mana indekani yeysiz-ku. Sigaret kulini og'ziga mundoq qiling, o'shanga o'xshaydi. Ya'ni ajoyib topshiriqlarni bajardingiz, savollarga javob berdingiz. Ikkalamizni ham qornimiz to'ydi. Endi bundan keyin yaxshi bitta ujin qilish kerak bo'ladi, menimcha. Mayli. Endi Mo'min akani ham o'zimni ham qiynamayman. Blitz savollarga o'tsak, keyin ko'rsatuvga chiroyli yakun yasa olamiz o'shanda. Blitz savollarga oddiy ha yoki yo'q deb javob bersangiz bo'ladi. Sizga shu taklif bilan chiqishganmi? U sizga yo bu juda urinni baland taklif, men uni ola olmayman, ya'ni katta taklif, men hozir kuchim yetmaydi yoki yo'q, olmayman degan. Bo'lgan shu takliflar. Aytolaysizmi nimaligini yo'q? Ya, aytaman. Bo'ldi. Chiqqan olmagansiz. Okay. Olmading, men to'ssan dedi. To'g'ri. Okay. Boshqa blogerlarga hasad qilganmisiz? Mayli kimligini so'ramaymiz. Yo'q. Hech qachon hech kim ko'rsatmaydigan sketchingiz bormi? Balki olgandirsizlar, balki ssenariyda qolgandir. Lekin yo bu hech qachon chiqmaydi. Bor. Montaj qilib, bir 5-6 ming sarflab qo'ygan, chiqaramiz degan bo'lganmi shunaqasi? Bo'lgan. Wow. Sababini bilasizmi? Sababini ayta olasizmi nimagaligini? Tema eskirib qolgan. Tema eski va yumor yoqmay qolgan. $5600 ekan. 5600 so'm. 5600 so'm dedi. Yomon izohlardan keyin, qanaqadir heytdan keyin o'chirib tashagan video yoki sketch yoki kontentingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Wow.
qiziqdan qiziqarli bilet savollar va sizni javoblaringiz undan ham qiziq. Dangal rostni aytdingiz. Rahmat sizga. Bu Rost gap shousi edi va bugungi mehmonimiz Mo'min Life proyekti loyihasi va Million loyihasida ham ishtirokchi sifatida mashhur bo'lgan Mo'min aka bo'ldilar. Rahmat kelganingiz uchun. Qaysi sachitaniya sizga eng ko'p yoqdi? Qaysi kombinatsiya eng ko'p yoqdi? O'zi 2 dona edi. Aha. Sachdan yoqadi, siz yeganingiz yoqdi. Karamelli. To'g'ri. Bilmadim, rejissyorimiz nechayni qo'shib qo'ydi menimcha, lekin menga yoqdi. Lekin o'zi go'sht mahsulotlaridan-chi siz asosan nimalarni yeysiz? Mana oldin yangilik deb chiqqan edi, mana shunaqa narsalar mashhur bo'lardi. Go'sht ruletli. Men yeyman. Menga mana bu yoqdi. Bunisidan men yeb ko'rmagan ekanman. Aha. Bu ham yaqinda chiqdi. Vechina Royaldan-a? Yaqinda chiqqanmi? Bu endi yo'q, Rozmetovda menimcha bor, oldindan bor bu narsa. Bu oldindan bo'lgan. Oldinmi? Men bundan lekin oxirgi 2 yilda olib yeb turaman. Bundan yeb turaman. Menga bu yoqdi. Menga bu yoqdi ya'ni. Men shundan go'shtdan, tandir go'shtdan yeyman asosan. Shunday. Okay, Mo'min aka oshqozon qanday, nima deyapti? Endi sekin biladi. Yo'q, kechqurun ma'lum bo'ladi. Yo'q, keyin ma'lum bo'ladi endi, yo'q. Lekin biz sizni nafaqat oshqozondagi muammolar bilan, balki sovg'a bilan qo'yib yuboramiz. Quruq qo'yib yubormaymiz. Va sovg'ani ham biz yaxshisini tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rsatiladi bo'ladi, sovg'a berib yuborishadi. Nega men buni bermaydimi? Tayinliroq degan xayol bo'ladi, baribir. Bo'ladi. Bo'ladi, ko'p bo'lgan. Men o'zimda ham bo'lgan shunaqa. Bu qanaqadir stakanlar to'plami emas, og'ir, go'shtli sovg'a. Rozmetov brendi tomonidan go'shtli mahsulotlar, sovg'a bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Zo'r, men kutganimda. Faqat buni maylimi o'zimizning menyu bilan yesa. O'zimizning kombinatsiyada. O'zimizga xohlaganimiz bilan yesa. Non bilan, sariyog' bilan. Eng zo'ri shu. Shunday, ajoyib. Rahmat Mo'min aka yana bir bor kelganingizga. Bu Rost gap shousi edi. Izohlarda fikrlarni yozib qoldiringlar va qaysi savol sizlarga ko'p yoqdi va umuman Mo'min akaning fikrlariga ham qarshi fikrlar. Endi qo'llab-quvvatlovchi fikrlar asosan bo'lsa albatta yozing, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Tomoshabinlarga tilaylar balki bor. Joninglar omon bo'lsin. Sog'liqni birinchi o'ringa qo'yinglar va yaqinlarni asab avaylaylik. Umringiz uzoq bo'lsin. Ajoyib. Bu Rost gap shousi edi. Xayr, salomat bo'ling. Yaxshi kun ko'rsin.